Bu nima narsaga aka? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, bunimiz tayyor dush. Hozir mana sovuq kunlar tushyapti. Ertaga turbilar muzlab qolib, nasos yorilib, qish kunida susmashib, hali yuvinish bilmay turgan holatlarda juda ham qo'l keladigan narsa. Endi qanday qilib qo'l keladi desanglar, bunga turbadan suv kelish shart emas. Bachokda saqlangan suvdan olib, bunga 60 litrini qo'yasizlar. Taydagi teni 1 soatga qolmasdan, ya'ni yarim soatdan 1 soatga o'rtasida 60 litr suvni isitib beradi va buning ichida stroyning ichida nasosi bor. Bu nasosimiz mana bu shlang orqali suvni haydab beradi. Endi buni qanaqa joylarda foydalansak bo'ladi? Xohlasanglar, mana masalan, mana uy bo'lsa, hozir mana uyda turibmiz. Любой bir kichkina bir tazikda, nerga bir kichkina bir tazikda qo'yamiz. Yosh bolalarga o'tirish kerak, bozor kuni, maktabga borish kerak, ertaga dushanba. Shunaqa holatlarda qiyinchilik yo'q. Shomolatmasdan bolalarni mana shu yerda yuvintirib turib, suvni olib chiqib to'kilsa bo'laveradi. Bu как birinchi variant. Yoki bo'lmasam, tayyor dushoy kabinangiz bor. Dushoy kabinaga mana bu shlangasini shunday ulab qo'yasiz. Dushoy kabinangiz ham nima bo'ladi? Ishga tushishni boshlaydi. Keyingi ishlanadigan joylarimiz. Bundan biri salon krasota deydiyu, yasanadigan joy va parkimakrskiy. Bularga ham yaxshi, juda ham zo'r ketadi, chunki sizga bitta rakvina kerak bo'ladi. Rakvina bilan Xravskiy yuvib turib, aka sizdan 100 so'm bo'ldi deb turib, yuvganiga pul olasizlar. Keyingisi bu endi shu sharoit bo'lmagan, yangi dushi butganu, ariston qo'ygani, boshqa qilgani, tam yangi kuyov bola, shunaqa holatlarda qiyin bo'layotgan bo'lsa, ariston boshqa hisoblasangiz eng kam 30 ming bilan 40 ming o'tirasizda bo'ladi. Eng arzon komplekt uyishlar ham uni o'rniga bittani olasizlar, qo'yasizlar. Xudo xolasa u yog'i Hasan Husonlar degandek salomatda qolasizlar.